Sizlar bilan bugun biz ma'lumot turlari va o'zgaruvchilarga bag'ishlangan darsimizning ikkinchi qismi bilan tanishamiz. Dastlab Visual Studio 2026 dasturida shu paytgacha faqatgina Create a New Project bandi orqali yangi loyiha yaratayotgan edik. Bu safar Open a Project or Solution bandi yordamida oldindan yaratilgan dasturimizni ochib ko'ramiz. Ya'ni o'tgan darsimizdagi dastur 3 nomli proyektni ochamiz. Ushbu papkaga kiradigan bo'lsam, dastur 3.slnx ko'rinishdagi fayl bor va mana shu faylni ochaman. Va bizda o'tgan darsimizdagi loyiha ochiladi. Butun son ko'rinishdagi ma'lumotlarni saqlovchi int turi, haqiqiy sonlarni saqlash uchun moslashgan double turi, yozuv ko'rinishidagi ma'lumotlarni saqlashga yordam beradigan string turi va uzunligi 1 ga teng bo'lgan belgini saqlovchi char turi haqida gaplashgan edik. Bugun esa sizlar bilan yana bitta qo'shimcha tur bool turi boolean so'zdan olingan bo'lib, mantiqiy degan ma'noni bildiradi. Keling, g o'zgaruvchisi teng bo'lsin nimagadir. Umuman olganda g nimaga teng bo'lishi mumkin? Agarda ma'lumot turi int bo'lsa, ya'ni butun son bo'lsa, tabiiyki yosh o'zgaruvchisining olishi mumkin bo'lgan qiymatlari ixtiyoriy son bo'lishi mumkin va bu sonlar ro'yxati cheksiz davom etadi. Haqiqiy sonda ham xuddi shunday. Cheksiz davom etishi mumkin. Matnlarda ham xuddi shunday. Ixtiyoriy gaplar, iboralar, so'zlar bo'lishi mumkin. Ya'ni oladigan qiymatlar soni cheksiz. Belgilarda esa bu cheklangan, chunki kompyuterda mavjud belgilar soni qaysidir ma'noda cheksiz emas. Bool tipiga to'xtaladigan bo'lsak, bu turlar ichida eng kichkinasi hisoblanib, bor yo'g'i ikkita dona qiymatdan birini qabul qilishi mumkin. Bu qaysi qiymatlar? Birinchisi true va ikkinchisi false. True so'zi tarjima qilganda rost degan ma'noni anglatsa, false so'zi esa yolg'on degan ma'noni bildiradi. Keling, bular bilan tanishib o'tamiz. Dastlab mana bu qatorlardan xatoni yo'q qilish uchun izoh ko'rinishida saqlab qo'yamiz. Va menda xatolar yo'q bo'ldi. G o'zgaruvchisi rostga, ya'ni hozirgi holatda true'ga teng. Yoki bu false'ga, yolg'onga teng bo'lishi mumkin ekan. Endi o'zgaruvchilarni qanday e'lon qilaman? Umumiy tushunchalarga to'xtaladigan bo'lsak, o'zgaruvchining turi, o'zgaruvchining nomi barobar o'zgaruvchining qiymati nuqta virgul. Ya'ni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yuqorida ma'lumotning turi bool ekan, o'zgaruvchining nomi g, qiymati false ekan. Yoki o'zgaruvchining nomi talaba ismi, barobardan so'ng qiymati 8 va uning turi int. Tushunishimiz kerak bo'lgan yana bir narsa, ma'lumotlarni, ya'ni o'zgaruvchilarni bir marotaba e'lon qilish kerak va keyingi safar ishlatayotgan vaqtingizda uni qaytadan e'lon qilishingiz shart emas. Ya'ni faqat va faqat bir marotaba e'lon qilish kerak ekan. Va ekranga chiqaradigan bo'lsam, yosh o'zgaruvchisining qiymatini olti soni chiqayapti. Nega 6 konsolga chiqdi? Chunki yosh o'zgaruvchisi 6 ga teng va tepada yosh o'zgaruvchisi 4 ga teng. Bu yerda konflikt paydo bo'lishi kerak edi. Ya'ni qanday qilib yosh o'zgaruvchisi bir vaqtda ikki qiymatga teng bo'lishi mumkin? Ikki xil. Kompyuter amallarni bajarayotganda tepadan pastga qarab bir chekkadan bajarib keladi. Mana bu holatda.
Dastlab yosh o'zgaruvchisining qiymati 4 ga teng. Agarda mana shu holatda ekranga ma'lumotni chiqaradigan bo'lsam, 4 qiymati chiqadi. Bu holatda chiqaradigan bo'lsam esa 6 chiqadi. Keling ishlatib ko'ramiz. Ishlatib ko'radigan bo'lsam 46 soni chiqyapti. Nega 46? Chunki birinchi console write qatori yosh o'zgarishning qiymatini, ya'ni 4 ni ekranga chiqarib beryapti. Ikkinchisi console write esa yosh o'zgarishning qiymatini yana chiqaryapti, faqatgina bu safar yosh o'zgarishning qiymati 6 ga teng. Va ikkita qiymatni ekranga chiqarish jarayonida qiymatlar ketma-ket ko'rinishda ifodalangan. Bu esa 4 va 6 emas, balki 46 ko'rinishida bizga ko'rinyapti. Bu muammoni qanday hal qilamiz? Ya'ni yosh o'zgarishning qiymatini chiqargandan so'ng, ya'ni 4 ni ekranga chiqargandan so'ng enter tashlab yubor deyishim kerak. Ya'ni pastki qatordan boshlab chiqar keyingi ma'lumotlar. Bu esa mana bu holatda write line, ya'ni ma'lumotni konsolga yoz qator ko'rinishida. Ya'ni yosh o'zgarishning ma'lumotini ekranga chiqaradi va chiqarib bo'lgandan so'ng enter tashlab yuboradi. Endi ishlatib ko'radigan bo'lsam 4 va 6 tagma-tag holatda chiqib kelyapti. Keling ekranga yana qiymat chiqarib ko'ramiz. Bu safar G o'zgarishining qiymatini ekranga chiqaraman va F5 ni bosib ishlataman. Ishlatadigan bo'lsam 4, 6 va false. 6 va false yozuvlari qo'shilib chiqyapti. Buni oldini olish uchun esa 6 yozuvni chiqargandan so'ng, ya'ni 11-qatorda write emas, balki write line ko'rinishida yozishim kerak. Ikkinchi marotaba yosh o'zgaruvchisining qiymatini konsolga chiqargandan so'ng yana enter tashlab yuborishni buyuradi. Natijada menda 4, 6 false yozuvlari tagma-tag holatda chiqadi. Keling, yangidan kod yozib ko'ramiz. Dastlab int turidagi a o'zgaruvchisi teng bo'lsin 5 ga. Har doim ham o'zgaruvchining qiymati aniq bir songa teng bo'lishi shart emas, balki bu ifoda bo'lishi ham mumkin. Mana bu ko'rinishdagi. Int turidagi b o'zgaruvchisi teng a ga. Va ekranga chiqaradigan bo'lsam ma'lumotlarni 16 qiymat ko'rinyapti. Nima uchun? Chunki b o'zgaruvchisining qiymatini ekranga chiqaryapman. B o'zgaruvchisi o'z navbatida a o'zgaruvchisiga teng, a o'zgaruvchisi esa qandaydir ifodaga teng va bu ifodani hisoblab ko'radigan bo'lsam 16 ga teng ekan. Shuni hisobiga ekranga 16 yozuvi chiqyapti. Yoki a o'zgaruvchisiga teng emas, balki a o'zgaruvchisini 10 ga ko'paytirilganiga teng va endi ishlatib ko'radigan bo'lsam ekranga 160 chiqyapti. Mana shu holatda o'zgaruvchilar aynan bitta qiymatga emas, balki qandaydir ifodaga ham teng bo'lishi mumkin ekan. B o'zgaruvchisi teng bo'lsin 68 ga. E'tibor bering. Nima uchun b o'zgaruvchisidan oldin int deb yozmadim? Chunki b o'zgaruvchisi yuqorida ta'riflangan va 3-qatorda men uni qayta ta'riflab qo'yibman. Bu esa xatolik keltirib chiqaradi. O'zgaruvchilar faqat va faqat bir marotaba e'lon qilinishi kerak. Ikkinchi va undan keyingi qadamlarda uning turini ko'rsatish shart emas. Va b o'zgaruvchisiga faqat va faqat butun son bera olaman. Nega? Chunki uning turini int, ya'ni butun son dedim. Va unga qandaydir haqiqiy son bera olmayman.